Assalomu alaykum. Flash YouTube kanalini kuzatuvchilari, barchalaringizga xayrli bo'lsin do'stlar. Bugun 2025-yil 1-iyun sanasi respublikamizda, yurtimizda, diyorimizda bolajonlar bayram shodiyonalari nishonlanmoqda do'stlar. Barchalaringizga xayrli bo'lsin deymiz. Bayram munosabati bilan barcha jajji farzandlarimizni, ko'zimizni oq qaralari, dilbandlarimiz uchun qalbdan samimiy tabriklaymiz do'stlar. Akbar Qassob ukamiz bayramona tuhfa qildilar. Xudo xohlasa yana raqobat ustuna raqobat bu turibdi elimizda, yurtimizda. Hazda mana shu ekranda ko'rib turgan buqa Alloh nasib ro'za aylasa ertalab tong sahardan go'sht kamerada bo'ladi, Alloh nasib qilsa. Ukamizni har doimki, har galgi videolarini joylab boraman. Shu videolarda oldingi videolarda ham aytganman do'stlar. Har juma kunlari 5000 so'm skitkasi ba'zida. Mana shu bilan birgalikda kafe ishlatadigan, stolova ishlatadigan qadrdonlarimiz uchun, izlarimiz uchun, yildoshlarimiz uchun 10 kilodan ortiq go'sht xarid qilgan do'stlarimiz bilan alohida narxda savdo sotib ishlar olib boriladi. Akbar ukamizni albatta aytgan so'zlari shuningdek shunga qarab bemalol ekranda telefon raqamlarini qoldiramiz. Telefonda gaplashib, suhbatlashib, galashib bemalol kelaverasizlar. Mesning o'zimizni jaydari buqa. Baqqana rahmat, haqiqatan yaxshi boqilgan. Ko'rib turganlaringizdek azoyim deb buqaga go'sht oldirish juda bir mushkul ish. Buni buqa ishqibozlari juda yaxshi bilishadi do'stlar. Endi azda steak variantlari bor deb turibdi. Shashlik, ijjon, keyin xohlagan joylaringizdan go'sht va go'sht mahsulotlarini beradilar. Hali e'tiroz eshitmadik. Go'sht xarid qilib turgan yildoshlarimizdan Akbar Qassob to'g'risida go'shtni yaxshi beradi dedi. Kimga qarasangiz maqtab turibdilar. Haqiqatan shu go'sht o'kiz polni so'yiladi, buzmasdan kanara qassobxonaga kirib aslinadi. Xohlagan joyingizdan xarid qilishlaringiz mumkin. Xohlagan yeringizdan kesib beraman deb turibdi Akbar bekamiz. Do'stlar, manzilga to'xtaladigan bo'lsak, har doimgidek Qo'rqoton madaniyat markazi ro'parasida joylashgan Akbar bekamiz go'shtxonasi. Ekranda telefon raqamlarini qoldiraman, bemalol telefon orqali murojaat qilib bog'lanib, o'zingiz qiziqtirgan savollarga javob olishlaringiz mumkin do'stlar. Hazda haftani har kuni bozor kunlari ham qassobxonada bo'ladi. Oldinlari bozor kunlari abitashab ishlamasadilar. Haftani har kuni qassobxonaning o'zida bo'lishlarini ta'kidlab turdilar. Xudo xohlasa do'stlar, videoni sho'rnacha ko'rganlaringiz uchun hammangizga rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Yo'qotgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Like'larni bosib, izohlarda fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmang do'stlar. Musofirda yurgan qadrdonlar sog', omon bo'linglar. Keyingi videolarimizda sog' salomat ko'rishguncha o'zlaringizni ehtiyot qiling. Omon bo'linglar.